O'rtoqlar, barchalarga salom. Bugun sizlar bilan mana hamyonbop bo'lgan Redmi Note 7 yaqindagina chiqqan smartfon xarid qilishga arziydimi yoki arzimaydimi shu to'g'risida gaplashamiz, ya'ni plyus minuslarni aytib beraman. Xullas ko'rishingiz mumkin, dizaynni, hozir barcha narsasini ko'rasizlar. Bu smartfonning narxi ko'chada bir 3 million 300 lar atrofida. Ya'ni men 6 ga 256 taligini xarid qildim. Nimaga? Chunki hozirgi paytda 128 talik telefon xotiraligini xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga uncha-bunchaga yetmaydi. Chunki o'zini sistemning xotirasi bilan to'lib qoladi u 128 ni. Yarmi uje sizda ancha-muncha qotishlarga olib keladi. Shuning uchun xarid qotganingizdek bu sizga nima desam bo'ladi? Fishkasinimi yoki mana shunaqa oltin qoidani aytaman. 4 ga 128 telefonni xarid qiladigan bo'lsangiz yoki 4 ga 64 yoki 2 ga 32 lar uje eski avlodda qolib ketdi. Bularni xarid qilish sizlarga tavsiya bermayman. Ya'ni liboy istalgan telefonda bu narsa. Chunki uje unda qotishlar juda ham ko'p bo'ladi. Boshda bilinmasligi mumkin. 1-2 oydan keyin uje bilinadi. Agar ko'p ishlatadigan asosiy telefoningiz bo'ladigan bo'lsa, bunaqa xotiraligini xarid qilmang. Agar ikkinchi telefon yoki yoshroq odamga yoki yoshi katta odam kamroq foydalanadigan bo'lsa, unaqa vaziyatlarda xarid qilsangiz bo'ladi. 4 ga 128 ni. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Smartfonimizga korobkasi shu tarzda chiqqan. Ochamiz. Buni qaranglar, yana bitta zo'r tarafi, men 6 ga 256 taligini xarid qilganim sababi 6+6. Yana qo'shimcha 6 GB xotirani tezkor xotiraga qo'shib olsak bo'ladi. Tezkor xotira asosan nima qilib beradi? Telefonning ishlashiga javob beradigan narsa. Misol uchun shunday siz bosasiz Instagram yoki Telegram tezkorlik bilan kirish kerak-ku. Unda asosiy xotira rol o'ynamaydi. Faqatgina tezkor xotira rol o'ynaydi. Shuning uchun 6 GB ni ishlatib yurasiz, keyinchalik telefoningiz 3-4 oyda sal qochishni boshlasa, undan keyin qo'shimcha 6 GB ni qo'shib olsangiz, uje sizda 12 GB bo'ladi. Yana telefoningizning umri uzayadi va telefon tezroq ishlaydi. Xo'p, keyingi qismga o'tadigan bo'lsak. Xo'p. Ochamiz. O'sha Redmi ning har doimgi chexoli. Smartfon hajmi qanaqadir kattaroq. Yaqinroq ko'rsataman buni ham. Xo'p. Uzuni 45 wattlik golovkasi chiqyapti. Har doimgidek Type-C kabeli. Yaxshi, ortiqcha rasxod qilinmaydi zaryadkaga, boshqa narsaga. Endi uni boshqa telefonni iPhone, Samsung xarid qiladiganlar o'zligi bilishadi. Faqat kabel bo'ladi, mana bo'lmaydi. Endi bu ham palon pul unaqa emas. Endi kimdirda misol uchun hammada har xil. Kimdirga uchun arzimagan narsa, kimdir uchun kerakli narsa. Lekin ichidan chiqsa yaxshi. Xo'p, bular uncha qiziq emas deb o'ylayman. 45 wattlik golovka, hali aytganimdek, bistri zaryadkasi bor, tezkor zaryadlash. Hop, dokumentlar o'sha bizga bular kerak emas. Bularni ham hech kim ishlatmaydi, juma klaviatura bo'ladi. Xo'p. Bu yoqda telefonimiz. Bularni hozircha kerak emas. Xo'p, mana shu narsani o'rtoqlar iloji bo'lsa, chexolni tagida olganlardan shunday taqib qoldirib ketmanglar. Bu narsani shilib tashlasanglar bo'ladi. Bu hech qanaqa kerak bo'lmaydi sizlarga kelajakda. Buni shunday shilib tashlayveringlar. Nimaga shilib tashlaylar deyotganimiz sababi, buni ustidan chexol taqasiz, keyin nechidir yildan keyin o'sha chexolni shunday yechib mana buni shiladigan bo'lsangiz, korpusi rangi bilan mana bu klonka mana yopishtirilgan nakleykasining tagidagi rangi ikki xil bo'lib qoladi. Ya'ni telefonning rangi har xil bo'lib qoladi. Keyinchalik chexolsiz ishlataman desangiz, mana bitta izi qolib ketadi. Shuning uchun shuni bunday olamizda, korobkasining tagiga bunday yopishtirib qo'ysanglar bo'ldi. Serinka takoy turaveradi. Bo'ldi, bu yoqda yo'ladik. Hop, buni yaqinroqdan ham ko'rsataman. Mana qaranglar. Razmer kattaroq. Mana meni qo'lim bo'ladigan bo'lsa, qaranglar. Boshqa telefon bilan hozir bitta taqqoslab ko'rsataman. O'zingiz uchun bitta ko'rib olasizlar. Xo'p, yaqindan dizaynni ko'rishingiz mumkin. Sizlarga ko'rsatib ketaman kadrda. Xo'p, ustki qismi qo'l izi qolmaydi, lekin qanaqadir agar qo'l izi yog'mi, qanaqadir bir narsa bo'ladigan bo'lsa, salgina endi liboy telefonda bunaqa dog'lar qoladi. Xo'p, kamerasi 50 megapiksel, chirog'i pastda joylashgan, pishkasi, kamerasi 2 dona 50 megapiksel. Xo'p, yaxshi standart ishlatishga. Xo'p, yuqori qismida o'zini pult qilib ishlatishga infraqizil porti bor ekan. Bu Redmi larda o'zingizlar bilasizlar. Note 7, Note 6 Note 5 larda ham chiqqan bo'lishi kerak. Даже X-Store da ham bor. Birinchi bizga O'zbekiston bozoriga kirib kelgan telefonlarda ham 2 port. Ya'ni 2 portdim men, adashib ketdim. Infraqizil porti. Xuddi 2 portga o'xshagan narsa, istalgan narsangizni telefondan pult qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, pastki qismida o'zini SIM karta qo'yish uchun o'zini sloti bor ekan. Mana shu slotni ham sizlarga ko'rsatay. Xo'p, qani, o'zidan nima chiqadi bilasizlar. Hamma telefonda bor endi, bu yengil emas. Xo'p. SIM karta joyini ochamiz.
Xo'p. Ikkita sim karta ketadi. Uje mana Redmi Note 7 dan olib tashlashibdi, flashga ketardi ko'p modellarida. Note 15 da ham ketardi, Note 14 da ham, Note 13 da ham ketardi. Albatta, endi buni ichiga flashga qo'yib ishlata olmaysizlar. Endi flashga yo'q. Uje flashga ham eskilik sarqitiga aylanyapti. Xo'p. Telefonni yoqamiz. Menga eng yoqqani akkumulyatori bo'ldi. Endi o'zi korpusi ham kattaroq bo'lganining hisobiga kattaroq akkumulyator chiqishibdi, ichiga kirg'azishibdi. Yaxshi. Hamda ham ko'rsanglar bo'ladi mana 7700 mAh i displey bunda AMOLED. Hozir yonyapti, hozir bosdim. Qani yonish tezligini ko'rasizlar. Men bu telefonni uje boshdagi zavodskiy nastroykasidan hozirga обычный ishlatadigan holatdagi nastroykasini to'g'irlab qo'ydim uje. Ya'ni ortiqcha vaqtimiz ketmasligi uchun. Sizlar osonroq va bemalolroq ko'rishingiz uchun bu videoni. Hozircha lekin oddiy standart qilib ishlatishga, oddiy o'yinlar o'ynashga yoki alolarga gaplashishga menimcha bu telefonimiz bo'ladi deb o'ylaymiz. Xo'p, men отпечатка ekranga отпечаткамni qo'yib olganman. Qani birinchi yonishida parol so'raydi. Xo'p, parolni teramiz. Ekranning kattaligini ko'rishingiz mumkin. Vro'je yaxshi. Aytayotganimdek mana boshda qotishiga qilmaylar, boshda yangi olganinglarda mana aktivatsiya qilganda 1-2 kunda любой telefon mana o'zini zavodskiy ish holatiga tushib olgunicha zavodskiy holatidan ozgina qotishli bo'ladi, lekin mana yaxshi. Hozir kameraga bosaman, mana tez bosaman, mana ishlatib turgan paytim miyasini aniqlash uchun, qanchalik tez ishlay olishini bilishimiz uchun. Qani 1 2 3 bu yoq 5 sekund ekan. Men endi sal sekundamerdan qolib ketib qoldim. O'zim sanayotganimni. Yaxshi mana kameralar alishishi. Xullas standart ishlatishga i3.300 ga menimcha более-менее. Yana bunga qarshi endi boshqa telefonlar ham bor. Ular bilan ham bu videoni taqqoslab ko'rsataman. Qo'ldan kelgancha. Zavodskiy nastroykasi mana. Xo'p, yaxshi. Mana hali ko'rsatgan joyim 6 ga 6 mana qo'shimcha sozlamalardan qo'shiladi. Xotirani kengaytirish qilib qo'shib qo'ygan o'zi. Men 6 GB qo'shib oldim chunki tezroq ishlab bermasa ancha sekinlashib qoladi. Xo'p, yaxshi hozircha razmerlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bitta boshqa telefon bilan taqqoslab ko'rsataman sizlarga. Более-менее ishlatishga normalniy. Endi buni qaysi kasb egalari xarid qilsa qulay? Telefonda misol uchun asosiy narsalar turadi. Dokumentalni ishlar qiladigan odamlar, misol uchun bilasizlar, iPhone telefonlarida Word, PDF narsalari juda ham ko'p pulli. Redmi yoki boshqa modellarda tekin. Hamma narsasini topsangiz bo'ladi tekinni bunda. Mana ekran kattaligi ham ancha qo'l keladi. Любой dokumentalni ish qilaman desangiz, men Chrome'ga kirib nima ishlarimni to'g'irlayman yoki o'sha Word, PDFdan bir narsani to'g'irlayman desangiz, bu telefonlarda ancha qulay. Ekran kattaligi akkumulyatori 7700 mAh. 7700 o'ylaysizlarmi? Voy, 3000, 4000 bo'lardi bir payt. Bu degani o'sha ikkita telefon. Agar men o'ylashim bo'yicha, yana buni hali test qilib ko'rmadim, o'ylashim bo'yicha bu telefonda u yoq bu yoq quvvat tejagichi yoqib qo'ysangiz 3 kungacha yetib bersa kerak. Hozir mana ko'ramiz, batareya joyidan quvvat tejagichi yoqqanda qancha tejab ko'rsatib beradi. Hozir o'zida mana 44% zaryadkasi bilan 21 soatgacha ishlab beraman. U yoq bu yoq 22 soat, mana 55 daqiqasi bilan. Vro'ji normallar. 22. U yoq bu yoq siz qiyinroq ish qilishingizni hisobga olsa, mana shu hozirgi holatida bir 14-15 soatga yetib beradi desangiz bo'ladi. Chunki siz kamerani ishlatishingiz mumkin, kameraga kirganingizda uje haligi statistikadagi chidab berish vaqti uje kamayadi. Chunki u mana ko'pchilik o'ylaydi mana shu batareyaga kirganda, telefonim hozir 21 soat u 55 daqiqa ishlab berar ekan. Yo'q, faqatgina mana shu holatda tursagina 21 soat u 55 daqiqa ishlab beradi. Siz uje bundoq qilasiz, navigatsiya ishlaydi telefonning ekrani, keyin uje yuqori qismini tushirasiz. Imam yo'dan Wi-Fi dan foydalanasiz, internetdan foydalanasiz deganda kamida bu vaqtdan siz 4-5 soatni minus qilib tashlashingiz kerak. Ana o'shanda aniqroq yetib berish vaqti chiqadi batareyasini. Quvvat tejagichda ham yo'dim o'zi bor mana. Ultra quvvat tejagich 57 soat yetib berar ekan. 57 soat o'ylayapsizlarmi?
Endi bunda ham internet ishlatmaysiz, faqatgina alo bo'ladigan bo'lsa, gaplashib, yo'q ishlaringiz qilib, SMSlarda yozishib, faqat ish uchun bo'ladigan bo'lsa, mana zaryadkangiz mana shunaqa 44% qolganda, tirs ultra quvvat tejashga qo'yasiz, 57 soat. U yoq mashina o'zida. Agar 100% bo'lgan holatda bo'lsa, 4-5 kunga ham yetib beradigan mana shu ultra quvvat tejagishga qo'yib olsangiz, faqatgina standart ishlatsangiz. Yaxshi. Bu telefonni men sizlarga soddagina ko'rsatdim. Menga misol uchun standart ishlatishga, misol uchun Yandexda yoki xullas nima desa bo'ladi. Telefonga unchalik oid bo'lmagan kasb egalariga yoki uy uchun kimgadir gaplashishga olib beradigan bo'lsangiz, bu telefon yaxshi. Agar farzandlaringizga ham xarid qilishga yoki o'zingiz uchun ham, men faqat prosta telefonni ishlataman, internetga kirsa, yaxshi ishlab bersa bo'ldi. Uzoq muddat ishlab bersin desangiz, Redmi Note 7 yaxshi. Endi minuslariga keladigan bo'lsak, minuslari ozgina qotishlar bo'lishi mumkin. Keyin yana ko'rsatadigan narsam kamerasi. Kamerasini sal pastroq qilib qo'yishibdi. Menimcha, o'sha kamerasi endi hozir men Note 7 ni ko'rsatyapman sizlarga. Agar Note 7 ni boshqa undan kuchliroqlari ham chiqqan, kuchliroq modellari, undan yaxshiroqlari, ana o'shalarni agar xarid qilsangiz, menga kamera kerak desangiz, ana o'shandagina kameradan o'ylanmasangiz bo'ladi. Lekin buni ham kamerasi mana standart, bo'ladi. Oilaviy ishlatishga yaxshi. Misol uchun oilaviy suratlarni tushirishingizga yoki o'zingizga qanaqadir xotirali narsalaringizni muhrlab qo'yishga yaxshi. Bu smartfon sizga yoqqan bo'lsa, qisqacha obzorimizga like bosib qo'ying, YouTube'imizdan uzoqlashmang, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Yana bu telefonning nimalarni olib chiqing, qanaqa savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Xullas, bu telefonni standart ishlatish uchun yaxshi desak bo'ladi. Shuning uchun bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Agar sizlarga narx to'g'ri keladigan boshqa alternativniy modellar bilan solishtirib ko'rib, sizlarga qaysi biri yoqsa, ana o'shanda bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Video yoqdi deb o'ylayman. Yaqinda telefon olaman deb yurgan do'stlarga tez bu videoni tashlab qo'yinglar. Mana shu Note 7 ni obzorini ko'rib olsin. Agar boshqa modellarni ham sizlarga obzor qilib berishga harakat qilaman.